Bugun Brello telefon. Uyda qaytarishni tavsiya qilmaymiz. Yong'in, xavfli. Haqiqatda qancha bo'ladi. Simni kirdi. 3-3lik. Endi sinovdagi telefonimiz. Shuni almashtiramiz, o'tkirroqga almashtiramiz. Salafan aka. Endi haqiqiy ekranda o'zini uramiz. Yaxshi, tonaligi ko'rinyaptimi? Pinset va pichoq. Ovoz eshitilyaptimi? Qanchalik darajada eshitilayotganini. Ko'rinyaptimi? Telefonlar bunaqa sinovlarga kamdan-kam uchrasa kerak, lekin qiziqish uchun qilib ko'rdik. Bunaqa baquvvat yana nima model telefon bor? Yozib olinglar bilsanglarga. Nimadir tankmi bir narsa bormidi?